Qish bo'lishiga qaramasdan ushbu birinchi qavatda joylashgan xonadonimizni bir oy davomida sotishni o'zimizga reja qildik. 2 metro stansiyani o'rtasida katta trassani yuzidan 100 metr masofada ikkinchi darajali yo'limizni yuzida joylashgan ushbu xonadonimizni atrof muhitiga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, naq 10 tacha maktab, 5 tacha bog'cha, Magnum, poliklinika, korzinkamiz, metan zapravka, qishloq xo'jaligi, bog'chamizni biqinida, detskaya plashatka, har xil targoviy tochkalariga ega ushbu xonadonimizni ichki obzorini birgalikda ko'rib chiqamiz. Xonadonimizga kirib keluvchilarda qadrli do'stlar, uzungina koridor ko'zingizga tushadi. Umumiy maydonimiz 67 kvadratdan iborat, ikkita xonani tashkil etadi. Birinchi xonamiz samishonniy sanuzelimiz, jakuzi formatida qilingan, kvadraturamizdan tashqari yana bitta fishkasi mavjud, ya'ni kladovkasiga ega. Bu yerdan chiqib kelishimizda kattagina zalga ko'zingiz tushadi. Zalimiz ham juda ham bepoyon, shikarniy qilingan. Planirovkalarimiz juda ham optimalni. O'rtadan перегородка yoptirib, ikkita xona hosil qilsanglar bo'ladi va barcha mebellar qoldiriladi, faqatgina texnikalar olib chiqib etiladi. Ayollarimiz eng sevgan xonalardan biri oshxonamiz. Kuxonniy garnitura bilan jihozlangan, kotellar qo'yilgan, sirkulyatsiya, ya'ni forchkalariga ega, havo aylanish sistemasi juda ham chiroyli, отопительный sistemalar qo'yilgan o'rtoqlar. Navbatdagi xonamiz er-xotinlar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Yotoqxonamiz ham juda ham gramatniy, kattagina, добротный qilingan o'rtoqlar. Barcha mebellar qoldiriladi, konditsionerlar bilan jihozlangan. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, 65 ming $AQSh belgilandi. Yana sunnatga muvofiq kelishiladigan joyi bor. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.